Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz katta qurg'onli aka-ukalar. Bizda srochna sotiladigan hovli bor. Sutxi 11,5 sutix. Pashti 13 ta xona uylari bor. Pol podval bilan tsagan bo'ladi. Hozir lokatsiyani tushuntiraman. Lokatsiyamiz Katta Qurg'on shahar. Bu tomondan Nuraziz restoran Payshanbani pavorotdan kelaverish, Navoiy Buxoro tomondan Didor restoran, mana Didor restorandan bor yo'g'i 50-60 metr o'tgandan hovlimiz srochna sotiladi. Do'konchalari ham bor, oldiga kengina maydon bor. Bu tomonimiz Toshkent, Samarqandga o'tib ketaverish. Andalus mana shu restoranni yonrog'iga, to'g'rirog'iga tsagan bo'ladi. Bizlarni yana ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Podvallarimiz ham xuddi uyda qilingan, общий 7 ta xonamiz remont bo'lgan va 6 ta xona podvallarimiz ham xullas remontga tayyor. 70-80% ishlari bitgan. Qaranglar, oldiga kengishgina joyi bor. Mana shu budka ham qo'shib beriladi, savdo qiladilar. Xullas, qaranglar, hovlimizgacha pashti 25 metr joy bor. Sutxi 11,5 sutix. Mana shu divolgacha va oldiga yana kengishgina joyi bor. Menimcha biznesmen aka-ukalar olsa, moyka qiladilar, do'kon qiladilar, stalovoy qiladilar, tayyor biznes. Bu tomondan kiraversa, garaj bor, отдельный bitta xona garajimiz va bu tomondan ham kirish xodlarimiz bor, 3 talab podval bor. Hozir darvozaxonaga kiraveramiz. Qani bismillah deb darvozaxonaga kirgandan shunday chiroyli atmosfera bizlarni kutib oladi. Qaranglar, ayollar qanday kattagina va remontlari ham, imoratimizni o'zi ham yangi bo'lgan. Xullas, tepaga bitta, ikkita, 3 ta xonamiz bor. Bu tomonga 100% remontlari bitgan. Bu xonamiz xullas pol pataloylari bo'lgan, 85% remonti bitgan. Bitta kattagina zalimiz bor. Tak, bu tomonga 3 ta katta podvalimiz bor. Hammasini usti plita bilan yopilgan. Xullas, imoratimiz yangi. Bu tomonga garajda aytdim va kuxnyamiz bor. Tepaga remontlari bitgan 2 ta tayyor xonamiz bor. Hovlining ichkarisiga kiraveramiz. Shunday hovliga kirganda bizlarni chiroyli katta atmosfera kutib oladi. Xullas, yuvinish xonamiz отдельный qilingan. Bu tomonga ham kichkinagina ayvonimiz bor va hojatxona to'g'riga qilingan. Hamma devorlari o'zlariniki. Tepaga mana ugolnilar, qaranglar, tomimizni hammasi rossiyskiy qalin ugolnilar bilan qilingan. Xullas, akva eshik derazalari, uyda remontlari, shuvoqlari hammasi yangi. Qadrdonlar, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Menimcha juda ham zo'r qilib, komfort qilib qurilgan. Xullas, pollarni taki uteplit qilingan ekan, kuxnilarni ichlariga даже o'sha plastiklarni stiklavatalar qo'ygan ekanlar, pastlarga, tepalarga. Xullas, mana shu hamma mebel texnikalari bilan jihozlar, gilamlar, pardalar bilan ham kelishsanglar bo'ladi. Imoratimiz yangi qurilgan imorat, o'zligi uchun qurgan ekan. Turamizni boshqa ish boshlaganlar uchun sotib yuboraman Rustam aka dedilar. Boshqa biznes boshlab qo'yganlar. Xullas, narxini telefon